Assalomu alaykum yana bir bor hurmatli obunachilar. Mana yana bir kishini shifo topishiga, natija olishiga, davo topishiga sababchi bo'ldik. Rashtaki eski aniqdagi fibroskaningiz necha edi? Necha? 27 da. 27. Necha oy oldin tushgandingiz unga? O'tgan oy. Oldingi oy 27 bilan kelgansiz. Bir oy usulinniy demak terapiya qildik. Kasallikni etiologiyasi, ya'ni keltirib chiqaruvchi faktorlariga, jigar nima uchun bu ahvolga kelgan hammasini izochat qilib, to'liq eng oxirgi dastur bo'yicha davo protokollarini qildik. Ko'rib turganinglarda 27 dan 18 bo'lgan joylari ham bor, 11.8 bo'lgan joyi ham bor. 11.6 bo'lgan joylari ham bor, 11.5 bo'lgan joyi ham bor. Kompyuter umumiy hisobda 11.2 ko'rsatyapti. Endi 27 qatta-yu 11.2 qatta. Normalniy rezultat olgan. Bu kishi jigar sirroz 4-bosqichidan demak 2-3, ya'ni jigar va qattiqlashishi tomoniga o'tgan. Fibroz tarafiga o'tgan. Fibroz bora-bora sirroz olib keladi. Fibroz degani qattiqlash degani, sirroz degani qurish degani. Hop, jigaringiz konturlari tekis, ровный, четкий deb beryapti. Hop, to'qimalari mayin, donador, yaxshi degani bu. Demak, o'lchamlari joy-joyida. Hop, tomirlari ham normada. Keyin taloni anaqalari ham, o'lchamlari ham yaxshi. Venalari ham normada. Xo'p, endi yana bir oshqozon og'riyapti deganlari uchun yana bir tekshiruv qilib ko'rdik. Bularning oshqozonlarida helikobakteriya infeksiyasi chiqdi. Ya'ni oshqozonni yaraq paydo qiladigan infeksiyalari bor ekan. Qonlari zo'r, gemoglobinlar 155, qon suyuq quyuqligi normada, trombositlari hamma narsalari zo'r. Hop, eski qog'ozlarni ham ko'rsatib beramiz. Eski qog'ozlari mana. Nerovniy deb beryapti mana. Jigar konturlari noaniq, tomirlari 15 mm, ya'ni hozir 1.2 bo'lgan bo'lsa, oldin 1.5 cm bo'lgan ekan. O't qoplari yomon ko'rsatgan, hozir yaxshi ko'rsatyapti. Taloqlarida taloq venalari bo'lgan ekan. Taloqlari mana 1.44 ga 55 ko'rsatgan. Hozir 1.38, ya'ni 2,5-3 mm ga, ya'ni salkam yarim santimetrga bir oyda ancha zo'r qisqargan, yaxshi bo'lgan. O'zingizda nima o'zgarish sezdirasiz aka? O'zimda suyaklarim yengil, zo'r. Xudoga shukr. Oldin terapiya olardingiz, shunaqa natija ko'rganmisiz? Yo'q, unday bo'lmagan. Unaqa terapiya demak, bunchalik foydalamagansiz. Yo'q, unday bo'lmagan. Hozir o'zingiz olmayapman. Gaplaringizni olganman. Demak, davolangansiz, hech foyda, lekin ancha ozibsiz. Ancha ozgansiz, normalniy bo'lgan. Tana tuzilishlaringiz ham yaxshi bo'libdi. Keyin tanangizda qoralik va sariqlik bor edi. Hozir ular ketibdi. Yo'q, ular. Shunaqa narsalar ketibdi. Zo'r, Xudoga shukr, doktor. Yaxshi. Zo'r. Bir oyda 27 dan 11 ga tushgan. Bu juda ham kattakon rezultat. Shunday. O'shanga siz ham bizani videoda ko'rib kelgansiz, to'g'rimi, internetda? Albatta. Shunda sizlar ko'rib kelganmiz. Demak, ko'rgan videolaringiz, videoga qarab shunga kelganmiz. Demak, ko'rgan videolaringiz fake emasligini, bir qanaqangidir montaj qilinmaganligini ko'zingiz bilan ko'rdingiz. Ya'ni foyda olsa bo'lar ekan, to'g'rimi? Shunday aka. Natijasi bo'lar. Zo'r natija, Allohga shukr. Yaxshi. Boringizga shukr.